Kimdir tushuntirib bera oladimi? Nega men o'z tomorqamga hech narsa eka olmayapman? Nima deysan? Men sendan emas, obunachilardan so'rayapman. Sen rostdan hozir tomorqaga narsalar ekmoqchi bo'ldingmi? Ha, nima qilibdi? Qachondan beri tomorqaga narsa ekish taqiqlangan? Adashmayotgan bo'lsam bir haftalardan beri. Tepaga qarang. Yana nayraylar edi. Men shuni bir hafta sezmadimmi? Kelsang sezasanmi? Men qishloqda atagi bir haftagina qarovsiz qoldirdim. Bu temir ko'p qayerdan kelib qoldi bahaybat? Men tushunishimcha bu narsani o'zga sayyoraliklar qurgan. O'zga sayyoraliklar deysanmi? Bo'lishi mumkin, lekin ular adashmasam, piramidalar qurishmasmidi? Ko'p moda bo'lgandir-da. To'xta, bu yerda qandaydir yozuv bor. Yordam bering. Bu yo'l emas bo'ldi. Ular bizdan yordam so'rayapti. Ha, yo'q, buni men yopishtirdim. Nega? Meni yerto'lada ushlab video olishga majbur qilayotganing uchun. To'xtachi, buni ham sen qo'ydingmi? Yo'q, endi bunisiga meni aralashtirma. Bu tepada osilib tushgan va aniq xavfli. Tepadan uzilib tushgan degan ha, tushunarli. Menimcha aynan shuni deb ham bu temir ko'p qishlog'imiz ustidan keta olmayapti. Demak, bu ikki karra xavfli. To'xta, nima deding? Bittagina parrakchani deb mana shunday katta narsa ucholmayapti. Ha, ayni shunday. Bunday katta mexanizmda har bitta bo'lak juda ham muhim. Yo'q, men buni ko'tara olmayman. Bittagina parrakchani. Xullas, menda bir g'oya bor. Agar bu la'natli temir ko'p qishlog'imizni ustidan ketishini xohlasak, bu parrakni o'zimiz tepaga olib chiqib berishimiz kerak. Ular bizni oldimizga tushishga shunchalik qo'rqishyaptimi? Bunisini bilmadim lekin qishloqi. Lekin bir narsani aniq bilaman, menga hoziroq temir ko'rkam kerak. Balki qo'lda ham tushara? Qoch, hozir buzib qo'yasan axir. Xo'sh, parrak bizda, endi uni olib chiqib berish qoldi. Menimcha sen bu ishni mensiz ham bemalol amalga oshirasan. Yo'q, qishloqi. Biz buni birgalikda amalga oshiramiz. Sabab oddiy. U shu qadar oddiyki, hattoki sen uni bilishing ham shart emas. Ya'ni qo'rqasan. Yo'q, nimalar deyapsan? Juda ham ishonarli. Mayli, boraman. Yaxshi, endi qayerdan kirish mumkinligini topsak kifoya va men uni topdim. Topag'on bo'lasan-da. Qanday qilib u eshikgacha yetib olsak bo'larkin-a? Nima, sen oldingda doim dorvonib yurmaysanmi? Ashqal-dushqallar ko'tarib yurishingni birinchi marta foydasi tegdi. O'zi ham Xitoyni dorvonni olish xato edi. Buni qurib chiqqunimcha o'ylay dedim. Va nihoyat bu ko'pning ichida nimalar borligini ko'ramiz hozir. Shu odatingdan qutula olmading-da. Umid qilamanki, bu ko'pning ichida bizni o'ldirishga tayyor millionta o'zga sayyoralik yo'q. Necham qizib ketyapti? Nima bor ekan bu yerda? Va, nima bu o'zi? Wow, ichkaridan yanada bahaybat ko'rinar ekan. Aytma. Xo'sh, endi parrani kimga berish kerak? Menimcha bu o'zga sayyoraliklarmi? Kimlar bo'lsa ham menimcha eng tepasida o'tiribdi. Bo'ldi, shu yoqqa qo'yib ketaylik. To'g'ri olishar, chup. Menimcha ular bizni allaqachon kuzatishyapti. O'zingni madaniyatliroq tutsang-chi, biz axir mehmondamiz bu yerda. Mehmonni hurmati 3 kun. Bular bir hafta oldin kelib olgan. Bizni bu yerga kelganimizdan ham maqsad shu. Wow, bu yana nimasi bo'ldi? Nima, ular bizdan kabob qilmoqchimi? Menimcha shunaqaga o'xshayapti qishloqqa. Qiziq, bu vaziyatda qo'ldan kelmaskan. Ko'rdi, hech kim yo'q qila olmaydi bularni. Xo'sh, endi sen boya aytgandek kabobga aylanmasdan bu lazerlardan o'tib olish kerak. Mendan o'rgan. Ko'p jo'ralarkan. Umid qilamanki, bu lazerni himoyani bizga qarshi emas, pashshalarga qarshi qo'yishgan. Bu temir ko'p kelgan joylarda pashshalar 2 metr bo'lsa, tushunish mumkin. Sen nega lazerga tegib ketmayapsan? Qiziq, o'zi bu lazerlar qancha jon olarkin-a? Maslahat bermayman. Xavotir olmasang-chi. Bu lazerlardan ne ehtiyot bo'lish kerak ekan? Ehtiyot bo'l, u yerdan sakrasang miya ikkiga bo'linib ketadi. Ogohlantirganing uchun rahmat. Tfu. Shu yerda shu qilig'ingni qilmasang-da, qochishga joy yo'q axir. Shunisi qiziqda, qara, yangi texnika yarimta jonib qoldi. Men esa yaxshisi seni texnikangdan foydalanib ko'rmayman. Qo'rqasan-da, endi bu yurak kattalarning uslubi. Yurak kattalarning uslubimiz. Qani mana bu ikkita lazerdan ham birdaniga yugurib o'tchi. Hattoki meni aqlim ham ikkita lazerdan o'tib bo'lmasligi yetar, qo'rqma. Shuning uchun birinchisi sakrab, ikkinchisi o'tib ketish kerak. Yaxshisi esa sen mendan o'rgan, o'ylay dedim. Bu parranchani berish uchun yana qancha azob chekishimiz kerak ekan-a? Umid qilamanki, unchalik ko'p emas. Qishloqqa yo'lni davom ettiramiz. Bu pacho
podshohlar parrayni o'zlari olmaganning sababi shu. O'zlari qurgan tuzoqlardan o'zlari o'tolmagan. Bo'lishi mumkin qishloqqa, bo'lishi mumkin. Kameralar hamma yerda, ular hattoki bizni hozir ham kuzatib turishibdi shekilli. Xo'sh, endi bu yerda bizni qanday azoblar kutyapti ekan? Dahshatli azoblar qishloqqa, dahshatli. Faqat pastga tushib ketmasak, hammasi yaxshi bo'ladi. Bu yerda uchib o'tish kerakmi, nima qilish kerak? Gapir, sen bilasanmi o'zi? Men qayerdan bilay qanday o'tish mumkin? O, mana bu blokka masalan sakrasa bo'lar ekan. Shunga sakrab ko'ramiz shekilli-da. Nimani kutyapsan? Hech narsani. Xo'sh, bu yerga sakradik ham deylik. Endi qayerga? Surilsang o'lasan. Nega o'zi sakrading? Ana bu yerda ham blok bor ekan. Sen unga sakrab yetib bora olmaysan. Balki mana bu dastak Nima dur. sakrab yetib borib bo'lmasligini isbotlading. Ko'rding, faqat yangilik kiritdim. Endi meni g'oyamni eshit. Adashmasam mana bu dastakni bosib ko'rish kerak. Yo, blok paydo bo'ldi. Endi menimcha sakrasa bo'ladi. Hop. Ha, endi tushunarli. Bu parkurdan yolg'iz o'tishning iloji yo'q. Menimcha men ham tushundim shekilli. Ajoyib. Hozir ana blokka sakrab parkurni yomon ko'raman. Xullas, sen orqangdagi dastakni bos va men shunda yana yo'lni davom ettira olaman. O'zimni ham aqlim yetuvdi. Bunga qishloqqa hech qanday shubham yo'q. Ishonarli chiqmadi gaping. Bu seni muammoing qishloqqa. Xo'sh, men bu dastakni bossam, yana bitta blok paydo bo'ldi. Nega buncha uzoqdan yaramas blok? Parkur va qishloqqa bir-biriga butunlay qarama-qarshi narsalar. Bu aql bitta parkurchalarni o'ynab yurishga emasda. Mayli, sen dastakni bos. Qara, bossang-chi. Men bo'syapman, bo'lmayapti. Qandaysiga bo'lmaydi? Ana unisini bossang. Ha, bu yangisini qaytarib bosibman. Nima? Suv? Yana qanaqa suv bo'ldi? Bu qanday parkur blok bo'lishi mumkinmi? Nega sen tarafda oddiy oltin bloklar, menda esa qanaqadir suv? Omadsizsan-da. Menimcha men buni uddalay yo'llaman. Hop. Men turibman hozircha. Endi esa iloji boricha tezroq dastakka bossam yaxshi bo'lardi. Sen qara, faqat mana bu bloklar, menda esa suv. Qanday dahshat ish qilib yiqilib tushmasligim va dastakka yetib olishim kerak. Oldidagi dastakku kallak. Oldidagisi, adashmasam men buni bosdim yoki adashyapmanmi? Va ha, adashyapman. Aldoqchi, sen meni o'ldirmoqchisan bu suvda. Yovuz qo'yamdan xabar topding. Magma, albatta bu suv blok emas, lekin baba ozgina bo'lsa ham joning ketadi. Sen meni shuncha o'lishimni xohlayapsanmi? Ammo mana bu dastak ishlamayapti. Qandaysiga ishlamasligi mumkin? Yana sen boyagisini bosyapsan, uzoqroqdagisini bosish kerak. Seni dastaklarni ajrata olmaslik kasalligi bor. Nima bu suv blok endi qanaqadir oynali panel? Menga jahl chaqama. Bu bloklarni men tanlamaganman. To'g'ri aytasan. Menimcha egasiga mos parkur bo'lyapti shekilli. Yo'q, menimcha egasini omadiga bog'liq bu. Umuman olganda yaxshi javob bo'ldi. Ha, mayli. Bu safar senga nima chiqdi? Yo'q, ko'ryapsanmi? Omad deyman-da. Bu yerda qurganlarga ham qo'yil qolmadi. Nima kerak endi shu? Borganimizda o'zdan so'raysan. Dastakni bos qishloqqa. Dastak bosildi. Magma blok umuman olganda unchalik ham yomon emas. Sezgan bo'lsak, bu parkurda men biron bor yiqilib tushmadim. Nima qilay, Oskar beraymi? Nobel beraymi, ha? Umuman olganda yomon bo'lmasdi. Kim qishloqning ashaddiy muxlisi bo'lsa, shu video ostiga Artib pachoq deb yozsin. Ishonchim komil, bironta ham izoh bo'lmaydi. Bunisini hali ko'ramiz. Tushunding? Yo'q, bu yerda 4 ta blok birdaniga paydo bo'ldi. Omaddan. O'zi boshidan omadli tarafni tanlab olgan ekansan-da sen. Men his qildim bu yerda omadli ekanligini. Qara, yiqilib tushma shu yerda ham. Sen bunisidan xavotir olma. Sen yaxshi men mana bu dastakni bosamanmi, yo'qmi xavotir ol. Bosmasam qolib ketasan. Hey, o'zingni bos. Bu yana nimasi? Ana u dastakni bos, bo'ldi. Men yo'qman. Va nihoyat o'z maqsadimga erishdim. Ha, yo'lni o'zim davom etdi. Uyda akaxonlar bor ekan. Xullas, seni yordaming kerak bo'lar ekan hali. Menimcha izohlarga qishloqqa Yovuz deb yozishning ayni vaqti. Men mehribonman ukasi. Ha, aytma, juda ham mehribonsan. Ana ular boya sen aytganmi? Xo'sh, ularni bo'sh qo'l bilan albatta o'ldira olmaymiz. Bu yana nimasi bo'ldi? Yo'q. U yana kim bo'ldi? U deganing kim yana? Nima? Tushunmadim. Qishloqqa sen nimagadir tushunyapsanmi? Miya bo'chim yonyapti. Yo'q, bu biz qidirayotgan shaxs yoki uning yordamchisi edi. Xullas, biz to'g'ri yo'ldamiz. Qurollarni ol, jangga o'tamiz. Senga g'alati tuyulmayaptimi? U o'zinikilarga qarshi qurol bergani. Balki parrak sheriklardan ham azizdir. Menimcha unday emas. Yaxshisi yuqoriga chiqqanda o'zidan so'rab olamiz. Vop, to'ppa to'g'ri. Shunday zamonaviy mana zamonaviy qurol yo'qmi? Bilmadim, lekin ular bizni aniq sezib qolishdi. Qishloqqa bo'l, qurollaringni ol, jangga o'tamiz. Vop, bu qurollar unchalik ham chakka emas ekan. Yaxshiyamki ular sekin harakatlanar ekan. Bu bizga aniq foyda bo'ladi. Bittasini hal qildim. Oho, tepada ular juda ham ko'p ekan. Yo'q, meni o'rab olishda qishloqqa yordam kelmasang bo'lmaydi. Meni oldimga yugur, pachoq himoyalayman.
Muhimi seni o'rab olishlarga yo'l qo'yma qishloqqa. Sinarli. Namuncha ko'p bo'lishmasa ya qishloqqa surmasak bo'lmaydi menimcha. O'zi keyingi qavatga qanday chiqishni bilasanmi? Boshlanishiga axir mana bularni hal qilib olaylik. Yo'q, teginmaylar menga. Meni o'rab olishdi. Men tarafga kel, himoya qilib turaman. Hozircha vaziyat nazoratimiz ostida. Adashmasam burchakda parolli eshik bor. Parolli eshik deysanmi? Parolni qayerdan olamiz axir? Mayli, hozir muhim emas. Boshlanishga mana bularni yo'q qilib olaylik. Voy, yurmanglar axir. Tayyorli hal qilib bo'ldik. Oldingda turgan sen aytgan eshikmi? Qani ko'raylikchi, balki tasodifanmi, qandaydir qanday topish mumkin parolni? Yo'q, bu emas. Voy, teginmaylar. Qurolni oqlay mana senga. Xo'sh, menimcha biz direkt qoldik. Ha, qishloqqa shunga o'xshayapti. Orqangda. Menimcha shu oxirgisi bo'lsa kerak. Ma'ol yaraman. Topdim. Nimani topding? Parolni topganga o'xshayman. Nahotki qayerdan? Menimcha qaysidir qo'riqchidan tushib qolgan. Ajoyib, men ham ko'ryapman uni. Qani ko'raylikchi parolni-chi? 3 bu nimanidir anglatadimi? Xo'sh, bilmadim. Ha, men tushundim. Bu axir 3 ku. 3 esa kub degani. Kub esa bu biz hozir turgan joy. Temir kubda ichiramiz. Tushunyapsanmi, ha? Sal-pal tushundim shekilli. Ha, mayli, parolni tekshirib ko'r, o'zi mos keladimi? Mos kelmasdan qayerga ham borardi. Qani tekshirib ko'ramiz. 3 ni bossak ochilyapti. Tayyor. Eng muhimi o'zi sen nega 3ligini tushundingmi? Tushundim, bo'ldi. Bo'ldi. Mayli, yo'lni davom ettiramiz. Umid qilamanki, qolganlari bunchalik qiyin bo'lmaydi. Va biz va nihoyat qishloq ustidagi temir kubdan qutulamiz. Bu yerga kel, oldingda olsam qancha joy ketarkan, ha? Qani tekshirib ko'ramiz qancha. Negadir juda giper kulgili tovush chiqdi. 3 ta jonim qoldi. Kel, seni tekshirib ko'ramiz. Boshingda. Boshim toshdek, ot. O'qlarim o'zimga qaytib kelmasa bo'ldi. Yarimta, boshim toshdek. Boshingga aytdim sana. Bu yerda yana parkur sen yoqtirmaydiganidan. Ha, bu easy parkur-ku yo'yaman nafi. Lekin mayli, sen boshlab ber. Mayli, birinchi bo'lib o'tganim bo'lsa, qani vaqtini kutib timing, hop, ko'rding endi sen. Qara, bu yerda timing ushlash kerak. Timing, hop, uddaladim, ko'rding? Endi esa yana mening galla muddaladim. Qara, timing and binding. Qara ketdi bechora. Bu yerda to'xtamasam ham bo'lar ekan. Atagi 3 blok tayyor. Xo'sh, parkur ketidan parkur qishloqqa. Shu hammasini qurg'ondan topsam bo'g'ib qo'yaman-da. Oz qoldi. Ha, demay ko'rasiz o'shani. Mayli, sakradik. Hop, sakray olasanmi o'zi? Sakrashni bilasanmi? Sakrashdan keyin o'ylab topgan-ku. O'ylab topib keyin esingdan chiqib qolgan bo'lsa kerak. Qara, pastyo'lda lazer tushib ketsang, majag'ing chiqib ketadi. Bular nega? Qancha og'ir bo'lsang, shuncha maroqli qo'laysan deyman-da. O'zingda tekshirib ko'r. Tekshirib ko'rdim. Og'rir ekan. Shuning uchun jimgina parkurdan o'taver. O'sha pachoq parkuringga. Sen sakrashni mendan o'rganishing kerak. Yo'q, ha o'zi senda o'rganganman shekilli. Sen meni chalg'ityapsan-da. Chalg'itmasang hammasi yaxshi bo'ladi. Maqsadimizga juda ham oz qoldi. Shu parkurni tugatsak yetib boramiz. Bo'ldi, jichi qopdi-ku. Men ham shuni aytyapman-da, yel yaramas deb otasi. Bosilib ketdi. Voqma qilmaymiz. Obbo, menimcha shu meni eng yomon ko'rgan parkurim bo'lsa kerak. Ha, mayli, menimcha men uddalayman. Hop, ikkinchisini adashib qildim. Men bunaqa parkurlarni ko'zimni yumib o'taman, bilasanmi? Maqtangan, lekin hech ko'rmadim-da bir ishni qo'yilayotganingni. Men erishgan narsalarni ko'rmaslik uchun ko'r bo'lish kerak, tushunding? U holda men ko'r bo'lsam kerak. Mayli, qishloqqa izmalanmada tez sakra. Shoshiltirmasang-chi, hop, o'xshamadi. O, ishtirilgan, hop. Hozir o'xshaydi, mana o'xshaydi. Yo'pa, mana hozir bitta ham ko'ryapti. Mana ko'rding, yo'yaman nafi. Boshlanishiga yomon emas. Qani oldimga chiqchi sen? Aldashdi, yolg'on kimdir o'ylab ketgan bularni. Hech bo'lmasa shu yerda xatolarsizdir-a? Albatta. Bloklarni ham o'ylab ketishgan shekilli. Ammo oynali parkur shunaqasini yomon ko'raman. Menimcha esa men uddalay olsam kerak. Hop, lekin mana bular endi qiyinroq bo'lsa kerak. Bot. Qara, bular qanday sakrash? Xuddi kutganimdek, bularga sakrash oson emas. Voy, tirik qoldim. Menimcha men taxminan qanday sakrash kerak ekanligini tushundim. Yo'q, tushunmadim. Men tushundim. Menimcha tushundim shekilli. Iloji boricha sekinroq sakrash kerak va hammasi o'xshaydi. Gapirasan, sakramaysan. Nega shunday muhim vaziyatda portlatasan? Safar qilsang, nomingni Aristotelga almashtirasan. Sal qolsa YouTuberdan olimga aylanib ketardim-a. Menimcha qolgani ancha oson bo'lsa kerak. Hech bo'lmasa hech qanday muammo chiqmasligiga umid qilaman. Sen hali ham o'tolmadingmi? Yana atagi 3-4 ta blok va biz maqsadimizga erishamiz. Bu yerda xato qilish umuman mumkin emas.
Yana panellar. Men bu panellarni yomon ko'raman. Yana bir nechta oynali panellar va men uzoq kutilgan maqsadga erishaman. Ya'ni qishloqni temir kubdan qutqarish. Aynan. Boshlarni havasini bexam qaytarishim kerakmi? Yeb oddiy zinapoy ekan-ku. Bo'ldi va nihoyat men tugatdim. Rostini aytsam, bu men o'ylaganimdan ancha qiyin bo'ldi. Men tirikman. Vop, qara, bu ham bizga qurollarni moment olib tashlagan ekan. O'zi ham bu kubni maksimal darajada himoyalashgan ekan-a? Qanaqa maksimal oyog'imni yarmiga emas. Men bundan 3 yo 4 5 barobar zo'rni qurardim. Negadir ishongim kelmayapti. Men-ku balki qurardim, lekin sen uni qura olmasding. Uka, yo'yaman. Kel unda kublar jangi o'tkazamiz. Seni burningni yana bir bor yerga ishqalab qo'yishga har doim tayyorman. Shu videoda 42384 ta like yig'ilgani zahotda sen bilan kublar jangi olishga tayyorman. Xo'sh do'stlar, kublar jangini ko'rishni xohlasangiz nima qilishni bilasiz. Hoziroq like bosing va yana umrni ham unutmang. Xo'sh, qishlog'i bularning hammasi albatta zo'r, lekin bu yerga nega kelganimizni ham unutmasligimiz kerak. Eshikni och, yarim kilo g'isht. Xo'sh, bu kim ekan? Xush kelibsiz, yaxshi odamlar. Bu yergacha yetib kelishingizga ko'p vaqt ketdi. Sizga ham salom. Yaxshi odamning-ku. Bizda sizga olib kelgan bitta narsamiz va bir nechta savolimiz bor edi. Boshlanishiga nega qishlog'imiz tepasida turdingiz shuncha payt? Hamma savollaringizga javob beraman. Boshlanishiga qishlog'ingiz tepasida turib qolganim butunlay tasodif. Sizning qishlog'ingiz ustiga kelganimda parrak uzilib tushdi va qolib ketdim. Parrakni shunchaki tushib olsangiz bo'lmasmidi? Bo'lardi, men ham shunday qildim. O'z odamlarimni yubordim, lekin ularni kimdir parchalab tashladi. Qishloqi? Men ularni bipdan deb o'ylabman. Ha mayli, nima bo'lganda ham mana sizning parragingiz. Yana savol, nega o'z soqchalaringizni yo'q qilishga qurol berdingiz? Ular shunchaki Robert edi. Unaqalardan menda minglab topiladi. Minglab notbugingizga adashib ketdim. Uzr. Haytgacha siz bizni kuzatdingizmi? Har bitta harakatingiz, so'zingiz barchasini eshitib ko'rib turdim. Shunaqa deng, qani tekshirib ko'rsam maylimi? Ha, albatta. Qani tekshirib ko'raylikchi. Xo'sh, wow! Hamma narsa ajoyib tarzda ko'rib turar ekan, xuddi kutganimdek. Har bitta qavatdagi ishlar ekan. Ha, albatta, hammasi ishlaydi. Ajoyib. Menimcha sizda hech qanday savollarim qolmadi. Menda esa bor. Nahot shunday katta kema bitta paraksiz ucha olmaydi. Ha, ucha olmaydi. Haytgacha telefon raqamingizni ham bering. Ha, albatta.